Ko'pchilik adashadigan masalalardan biri 12 ning birinchi masalasini ko'rib chiqamiz. Fosfat kislota molekulasida nechta orbital borligini. Demak, birinchi navbatda fosfat kislotaning kimyoviy tuzilishini yozib olamiz. Fosfat kislotaning kimyoviy tuzilishini yozib olib, ulardagi elementlarning valentligini ko'rib chiqamiz. Vodorodlar 1 valentli, kislot 2 valentli, fosfor esa 5 valentli bo'ladi. Demak, jami orbitallar sonini hisoblaymiz. S orbitallar bu yerda vodorodlar s orbital hisoblanadi. S orbitallar 3 ta. P orbitallar asosan pi bog'larda bo'ladi. Pi bog'larda ikki tomonida, demak, pi orbital bo'ladi. 2 ga teng. S bo'yicha orbitallar. Kislorodning tashqarisida 6 elektron bor. 6 elektron ikkitasi ishtirok etib ketgan, 4 ta, ya'ni 2 juft elektron qolgan. Demak, bu s bo'yicha gibritlanish bo'ladi. 1 2 3 fosfor ham s bo'yicha, ya'ni 4 ta bo'ladi, 4 ta 16 ta orbital bo'ladi. sp2 gibritlangan orbitallardan asosan bittagina. Burada bu kislorod sp2 gibritlangan. Kislorodning tashqarisida 6 elektron bor, shuni ikkitasi ishtirok etib ketgan, shuning bittasi pi bo'lgani uchun gibritlanishda ishtirok etmaydi. Sigma bilan ishtirok etadi. sp2 bo'ladi gibritlanish. Demak, sp2 dan bitta bo'lsa, 3 ko'paytiramiz, 3 ta bo'ladi. Jam orbitallar soni 5 24 bo'ladi. Demak, bizda A da nima so'rayapti? A da fosfat kislota molekulasida nechta orbital borligini hisoblang deyapti. Demak, A 24. B nechta orbital bog' hosil qilishda ishtirok etganligini aniqlang. Demak, shu orbitallardan, jami orbitallardan, gibritlanmagan orbitallardan jami nechta orbital gibritlanishda, ya'ni bog' hosil qilgan. Demak, bu yerda ikkita orbital 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demak, jami 16 ta orbital gibritlanishda ishtirok etgan. 3-chi, ya'ni S. Nechta gibrid orbital bor? Demak, gibritlangan orbitallar nechta deb so'rabdi. Demak, gibritlangan orbitallar burada s bo'yicha orbitallar va sp2 orbitallar. Ularning jami 19 ta bo'ladi. D. Nechta gibrid orbital bog' hosil qilishda ishtirok etganligini aniqlang. Faqatgina gibritlangan orbitallarni aniqlaymiz. Bu yerda 3 ta s orbital gibritlanmagan. Bu yerda s bo'yicha orbital 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 7, 8, 9 ta orbital, 10 ta, 11 ta. Demak, 11 dona orbital gibritlanishda ishtirok, bog' hosil qilishda ishtirok etgan. Y. Nechta orbital sigma bog' hosil qilishda ishtirok etgan. Demak, sigma bog'larni aniqlaymiz. Nechta orbital sigma bog' hosil qilishda ishtirok etgan. Ya'ni bu yerda gibritlangan, gibritlanmagan hammasi kiradi. 1 2 3 2 4 6 8 10 12 14 14 ta orbital sigma bog'larni ishtirok etgan ekan. Demak, nechta gibrid orbital sigma bog' hosil qilishda ishtirok etganligini toping. Endi sigma bog'larni hosil qilishda gibritlangan orbitallardan nechta ekanini topib chiqamiz. Demak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ta orbital gibritlanishda ishtirok etgan. Javob